Keyingi ko'rsatadigan avtomobilimiz xudo xolasa Nexia 3 mexanik korobka. Bir qator videoda ko'rib beraman hozir. 4 bo'limi toza qo'yilgan. Cho'qa rangda. Metan gaz ballonlari bu. Holatlari zo'r. Har doimgi ustalar bilan ko'rib olaverasizlar kelib. Kartochkalar hamma zo'r mashina. Plyonkaga ruxsat yo'q ekan, olib olasizlar. Sizlarning holatlari. Yurgan kilometri 93.900 tutdi. Mexanik korobka. Chexollar zavod qo'yibdi. Kimdir u yanında toza majat parasi keladi, shu salafonlaringiz ko'p bo'ladi. Linoleum yo'q, rezinkalari bor. Xullas, 2022-yilda ishlab chiqarilgan mashinamiz 113 million so'm narxi, oldindan to'lovsiz. 3 yilga 5.500 ming so'm, 4 yilga 4.600 ming so'm, 5 yilga 4.100 ming so'm, 6 yillik 3.800 ming so'm. 1 yilda 2 yilda ilk tashlasanızlar bo'ladi, foizi qaytadi hurmatli obunachilar. Gaynatay sug'urtalarni 8 million so'm berasizlar, bo'ldi. 8 million so'm bilan kelasizlar, mashinangizni minib ketaverasizlar, xudo xolasa. Kimga qiziq bo'lsa, pastda nomerlarimizni qoldiramiz, diğer haftaga kelaverasizlar. Sotiladigan mashinalarni olib kelsangizlar, qo'ldan kelgancha sotishga yordam beramiz. Diğer haftada sizlarni kutib qolamiz.